BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarının işxanası 31 avgust Şərqi Türkistan vəziyyəti ifadə bildirib, Xitayning mazkur rayondagi kişilik hüquq təpsəndiciligining javobgarligini surishti qilishga davomli harakat qilayotganligini aytgan. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, kishilik huquq tashkilotlari BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari ishxonasining 2022 yili 31 avgust e'lon qilgan Uyg'ur vaziyati haqidagi Xinjiang doklatiga 1 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uning hozirgacha hech qanday harakat qo'llanmaganligini ayblashidan keyin yuqorqi bayonotda bo'lgan. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarining ishxonasi 31 avgust Fransiya agentligiga Xinjiang vaziyati yana kishini andishiga soladi degan. Angliyaning poytaxti Londonda yuqori darajali davlat rahbarlaridan qatnashish bilan o'tkazilgan xalqaro yig'inda Uyg'urlar duch kelgan har xil shakldagi zulm va fojialar qatnashuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Yig'inda odam atkazchiligi bilan munosabatlik majburiy emgak yoki qul emgaki masalasi muzokara qilindi. Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va majburiyat emgakidan boshqa yana Xitoyning Uyg'urlarga qilgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish to'g'risida takliflar o'tirg'a qo'yildi. Uyg'ur harakatining ijroiya direktori Roshan Abbas 30 avgust Londondagi Westminster zalida o'tkazilgan 2023 yillik tunji odam atkazchiligi dunyo rahbarlari yig'iniga qatnashdi. U yig'inda Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va ularni xalqaro qonun bo'yicha qo'g'dash to'g'risida maxsus doklad sundi. Facebook'ning bosh shirkati Meta necha minglagan Facebook hesabini bekor qilgan bo'lib, mazkur hesablar Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yo'shirish, g'arb ellerini tanqid qilish uchun planli harakat qilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Meta shirkati 29 avgust 7700 dan ortiq Facebook hesabini va 15 Instagram hesabini taqvatganligini, buning shirkat tarixidagi eng chong tozalash ekanligini e'lon qilgan. Xitoy doiralari Amerikaning Xitoyning Tibet o'smirlarini assimilyatsiya qilish siyosatiga qarshi yo'lga qo'ygan cheklamaga javoban viza cheklamasini qo'llanganligini, bu tadbirning Xitoyning ichki ishlarga aniq aralashish ekanligini va bu qarorni butunlay rad qiladiganligini da'vo qildi. Xabar qilinishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin har doimgidek o'zini oqlab, Amerika paketini nazardan soqit qildi. Tibet haqida paydo bo'lgan yolg'onchilikni asos qildi deb bildirilgan va uzundan buyon Tibetga munosabatli masalalarga aralashgan bir qism Amerika fuqarolariga viza cheklamasini qo'yganligini aytgan. Angliya parlamenti tashqi ishlar vaziri James Cleverlyning Xitoy ziyaratidan ilgari e'lon qilgan rasmiy hujjatda Tayvanga tunji qatam mustaqil davlat deb aniqlama berdi. Tayvan Angliyaga rahmat aytdi va Xitoy buningga qarshi inkos qaytardi. Taratqularning bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Angliya parlamenti Xitoy Angliya munosabatiga ta'sir yetkazadigan keskin bir qadam bosgan bo'lib, Tayvan Angliya To'van palatasining tashqi ishlar komiteti e'lon qilgan dokladida tunji qatam mustaqil davlat deb tilga olingan. New York shahri boshlig'i Eric Adamsning bir necha kun ilgari chiqargan qaroridan keyin juma namozi azini New Yorkdagi masjidlarda tunji qatam yangratqudan o'qildi. Shuning bilan bir vaqtda Maryland shtatining Baltimore shahridagi musulmonlar jamoatining o'nlagan a'zolari shahardagi hukumat hovlisida juma namozini o'qib, New Yorkdagiga o'xshash qaror chiqarishni talab qildi.